Assalamu alaykum əzizlər, hörmətli kanallarımız kuzatuvchilar, əzizlər, bugün ajoyib xonadonimiz sotuvga chiqdi. Chiroyli qilib remont qilingan, hamma narsasi tayyor. Ba'zi jihozlar ham qoladi ichida, xudo xolasa. Videomizni o'tirmay ko'rsangiz, manzili, hujjatlarini ko'rsatamiz, uy egasini telefon raqamini yozib qoldiramiz va bu video davomida xonadonimizni narxini aytib o'tamiz. Ajoyibina tashqi qismidan ko'rib turibsizlar. Chiroyli düzeltilgan, fasad qismlari traversiyatilgan, sokollar mramorlarda ishlatilgan, eldiler stechka etilgan, zelen uzun ölçüm mesajı bu. Kanalizatsiyalar eldiren çıkarılgan. Yani ben taraflarımıza girsek, havlusuna girsek, yani şu garajda, yani şuna garajda chiroyli etib qo'yibdilar. Alasazda bir navis etib bersangiz, yazda gidem, kışda gidem maşinanız soyada duradi, hissida duradi. Bana girsek götürürse belirlerimizde hem bir tayyor halatında. Menzili neydi? Menzili Urgenç'te 9'un ahırında Yengi Aşkabatski'de joylashgan. Qiziqtiradi olsa, ben chetdan murojaat uchun deb yozib qo'ydim, lekin videoni o'tirmayim. Videoni ta oxirigacha ko'rib bo'lib, keyin qo'ng'iroq qilsangiz, dim qursa olamiz, chunki hamma narsa tushunarli bo'ladi va baholarni bilasizlar. Uy haqida ma'lumot olasizlar. Yengizlar, xonadonimiz videomizni boshlamasdan o'zlaringiz xizmatlaringizni taklif etib o'tamiz. Azizlar, hozirgi kunda bizda 10 dan ko'p kanal fakat bir yo'nalishda ishlaymiz. Fakat uy joyi bilan. Fakat uy joyi bilan shug'ullanamiz. Biz orqali tezroq va osonroq sotishimiz mumkin. Sabab bizlarni kuzatuvchilar, uy oluvchilar va uy sotuvchilar ko'radi. Shu sababli bizlarga murojaat qilish uchun 91lik 094 27 27 raqamga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keladi. Xonadonimizga kirib boramiz. Suv, svet, gaz, maktab, bog'cha, transport, hech narsadan muammo yo'q. Bu yerda bilasizlar, hamma narsa bor. Bedaki böyle poliklinikası o'zining Yangi Ashgabatskining içinde, maktabi, transport, avtobus, damoz aylanmasi, produktoy dükanlar, hamma sharoit bor. Yani xonadonimizga girdik, oyoq ustiga laminat pollar, ajoyib g'alalar tashalgan, registrlar o'rnatilgan, 2-3 joyda ajoyib chiroyli ko'rinishda o'tachin to'ylardan o'ralgan, yarki to'y bo'lgan xonadon ekan, fayzli bir chiroyli xonadoningizda. Girişimizde rakoynalar o'rnatilgan, mebelli hillari ve arkasına kafeler chiroyli etilib, o'sha oynasini ochib tayyor bo'libdi. Shu ko'rinishda girganimizdan yanimizda zal kısmı hammada g'olis qoladi. Azizlar, endi kadastr hujjati. Yan tarafımızdan registrli o'tirilgan bir 20 danadan qo'yilgan zal qismimiz ham katta. Bu ham g'olis laminat qo'llar etilgan. Где-то bir 360 370'lere uzunasına bir salkam 8 metrlar bor. Bu ham chiroyli ko'rinishda atachenta bo'ylada qurilgan. Aynalar plastik ramlarından rasvot etmesi, patolog qismimiz o'tilib, ajoyib nitrogen patologlar qurilgan. Yanımızda kaladokça kısmı var ve bu narsalarni bemalol qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi hojatxona alohida. Ve yuvinishxonasi alohida bo'ladi. Hozir ko'rsam. Bu yerda xolodilnik ketadi, kir mashin qoladi, mebellar qoladi, gaz plitalaringiz qoladi. Qarang, ne deyim, chiroyli jo'tilga e'tibor qilinglar. Shuni yaqinlashtirib ko'rsating uchun. Zo'r xillardan yaxshi xillardan foydalangan dedi. Ajoyib. Birimiz ham chiroyli ko'rinishda aboylardan chiqarilgan. Nasiyni kaçolla qo'yilgan Echa firmasining yaxshi registrli aynan tenda bor. Aynalı plastik ramlarından bir ish xolodilnik ketadi, qoni qoladi. Kir mashinangiz ham tayyor, posuda ham posuda bekazam zo'r tuzatilgan ekan bu narsasi. Chiroyli, fayzli, sifatli ajoyib xonadon. Endi ko'rsatdik. Yanımızda yuvinishxonasi. Beram bemalol yana bir unitaz, 2 yuvish mashina qo'ysangiz bo'ladi. Suv shirib keladigan smesitellarni yaxshilaridan qo'yilgan, suv ichish qozonlari qo'yilgan o'sha tayyor holatida. Sanuzlimizni, hojatxonamizdan, yuvinishxonamizdan eshiklari plastik ramlardan qo'yilgan. Yanımızda hozir bo'lsam vaqt tarafı qolgan. Shuni ko'rinishda Azizlar, endi ko'p odam so'raydi, nechun sotyapti ekanlar deb. Bu xonadonimizda yashamoq odam yo'q. Chunki Toshkentda o'zi Toshkentda yashaydilar ekan, mazidud degan.
Düşanda yaşanan halaklar səbəbli verəməz durmasın deyib satayatırlar. Səbəb. Başqa səbəbi yox. Yerimizdə spalniyamiz. Şu spalniya mebel getədi, haladinik getədi, televizor getədi, bol. Qalay bu qalı, nələ qaladı. Şimdi görün işte. Bir də mina hol qalan 3 xana, yox 4 xana gəldi, dəfədə 4 xana, ondan taşqarı xolan var, beni rəboçu zonəti qoysaz da bular. Xanam kiçkin əməz, kətdə giyin. Yanımızda ikinci etaj değil, zal kısmımız. Birəm laminat bol, çırayla qallar taşalğan, əcayib görünüşdə boydan çıxarılğan, registrli aynalar, patolog kısımlarının çırayla işləyərli. Yan tarafımızda yenə bir xanamız yerləşir. Yine sizlere gösterip vermek için bu xanadan işlədi. Kızıqdıra da olsa ve təfsil məlumat üçün üyegesinin telefon rəqəmini yazıq olmaz. Yəni müraciət üçündə bemalın telefonlaşarısında bahasına toxtalsaq, bahası $87.500 ayçı tutdu. Arayanda özara gəliş falan verəsək. Düzəltgənlər üçün rəhmətlimiz, like, komentariya, abunə olub, kuşlar sorumuz. Sağ olun və salamat bunlar, keyin videolarımızda. Görüşmək üzere.